Ertalab lanch bo'lib uyg'onishning 3 ta asosiy sababi va unga 3 ta yechim. Birinchisi, bu bizning tanamizda kortizol gormonining noto'g'ri balansda bo'lishi. U sizni uyg'otish uchun xizmat qiladi, lekin ertalab ko'p uxlashga aynan kortizolni yetishmasligi sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, bu kamqonlik. Kamqonlik bo'lgan paytda odam doimo uyquga tortuvchan bo'ladi va miyaga kislorod yaxshi bormaganligi uchun u uyquni xohlaydi. Uchinchi sababi esa bu kech uxlash, ya'ni kech uxlagan paytda aynan bizning kerakli gormonlarimiz to'g'ri mutanosiblikda bo'lmaydi. Birinchisi, bu kechki paytda glyukozaga boy, ya'ni shirinliklar iste'mol qilmaslik. Chunki glyukoza iste'mol qilingan paytda sizning tanangizda ba'zi bir chiqindi moddalar ko'payib ketadi. Buning natijasida lohaslik paydo bo'ladi. Ikkinchisi, uxlashdan oldin kitob o'qing. Chunki kitob o'qigan paytda inson tanasi uxlashga tayyorgarlik qiladi. Uchinchisi esa aynan telefondan uzoqroq foydalanmaslik. Telefondan chiqayotgan nur sizni tanangizga kelib tushadi va uyg'onish refleksini uyg'otadi. Shuning uchun kechasi kech paytgacha uxlolmay turasiz. Bu esa gormonlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi va kortizol yetishmovchiligiga olib keladi. Sof tibbiyotning maslahatlariga doimo quloq tuting va sog'lom hayot tarzini tanlang. Obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin.